Selamünaleyküm ikrarlık yüzükürmenler. Muş vaxtınla xeyirlik olsun. Ben Adil Uyghur Tədqiqat İnstitutu namından həmmanlarga samimi salam yollayım. Her hafta institutumuzun müdiri, şundakla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Oxutucusu Doçent Doktor Erkin Ekrem Muallim bilen ötüp Halkara Vaziyet ve Kündet namı programımıza hoş geldiniz. Erkin Muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Biz bugünkü programımızda Amerika tarafından teklif kılıngan Birleşken Devletler Teşkilatı Deniz Kanunu'nunki alayligi şundaqla Xitayga münasebetlik kısmını tahlil qilishga tirishamiz. Bu kanunun amaliyotda teklif loyihasini amaliyotda bu Amerikanınki bu Janubiy Xitoy denizidagi ta'sir doirasi shundaqla ta'sir doirasiga bevosita munosabatlik. Ba'zi ana mutaxassislar bu qonun orqali Amerikanınki Xitoyniki Janubiy Xitoy denizidagi ta'sir doirasiga taqobil turishni maqsad qilganligini ta'kidlayotdi. Ma'lum bu teklif loyihasi deyiladi. Chunki qachon o'tirib chiqqan, nima sababdan o'tirib chiqqan, nimishqa hozirgidek bu Amerika Xitoy munosabati jiddiylashyotgan bir paytda o'tirib chiqishi Amerikaningki Xitoyni qonun jihatdan bunday bir cheklashdan iborat bir rol o'ynamdi. Rol oynaydı hem de bugünkü dünyada bilimiz bu deniz coğrafyası şu dünyanın ki ikisini teşkil kıldı. Şununla bu deniz hakkında bir kanun çıkış şu kinki 500 yıldan beri tırışıp gelgen. Ama bu 82'de kabul kılıp 94'te onun dikin icra kılgan bir halkara deniz kanunu var hem de bu sözleşmeli. Aslında şu Portugalya ve İspanya bular şu denizge içilgan vaxtıda hem de çoğun keşifdeydi G'arbliklar. Şu vaxtıda bir kilişim boğan. Mesela 1993'te şu Portekiz ve İspanya şu dünyanı denizini ikiye bölüp yani Şimali Kutup ile Cenub Kutup'tan bir sızık Garp tarafı İspanya, Şark tarafı Portugalya da bölüş var. Bunu öz vaxtıda şu Papaz Alexander 6. Alexander'ın ki göz düşüyle imzalaşkanda bu herhalde dünyanın ki resmi manadaki bir deniz kaydısı, deniz kanunu değil. 16. asırda Hollandiya mı şu canlı soraşkı başladı. Bulama denizde nurgun bir kaydılarını oturup koygan. O vaxtıda Hollandiya güçlük boğaşka bu kanunu icra mecbur kılgan da başkalarının kimi kılışını. Bundan kim bu 18. asırda İngiliz mi canlı sorgan vaxtıda bulama bazı kaydılarını oturup koygan. Fakat şu bütün dünya tarafından kabul kılıngan bir xil kanun peki oturup çıkmadı. Yani çoğun devletler bir kanunu koyup bunu icra kılışka tirişkan. Şu Birleşken Devletler Teşkilatı kurulmasından evvel bu halkara cemiyetleri degen bir teşkilat vardı. 1930'da şu deniz hakkında bir kanun çıkarsa kandak olurdu degen fikirler oturup koyuldu ama hal bulmadı. Bir netice çıkmadı. Ta ki Birleşken Devletler Teşkilatı kurulup olgandan kim 1958'de birinci kıtım deniz kanunu hakkında müzakere kılayla da teklif sunuldu. O teklifte bugün biz bilgen o deniz kanunu emas, halkara deniz kanunu degen bir kanun çıktı. Bu bolsa şu başta şu halkara deniz degen limu degen iniqladı. Yani bazı devletlerden ki kıyığı yıkın boğan suyun sırtındaki ve başka devletlerine hakim olmayan sularını yani denizini halkara deniz de tonugan. Ve aş vaxtıda mı şu misalga denizin ki aslında ki iktisadi meselesi, onun için birlik tutuş meselesi degandek muşlarını oturup koygan.
62 yılda 34 madde bile bunu icra kılışkı başladı. Yani bu halkara denizde her kanda devlet erkin bir şekilde hareket kılalaydıganlığını, başka devletler bununla karşı çıkamaydıganlığını, birlikçilikte mi şunda, yani uçuk deniz yoki halkara denizde birlik tutuşunun kimi erkinliği var. Bunun için halkara denizinin aslında bu toksimlarını yerleştiriştimi ve şundakla şu halkara denizinin ki hava tarafı, yani asman tarafıma erkin bir hava sahası bulunduğu dep bunu belirleyen. Hem de Amerika bununla imza kılgan, Amerika mı uzun yıldan beri şu kanunga kabul kılıp ve icra kılgan. Texmi bir iniq bir kanunu oturup çıkırış için ikinci kıtımlık olsa 1960'da bulundu. Bundan bir netice çıkmadı. 73. yıldan 82. yılgacha nurg'un yig'inlar içildi Birleşken Devletler Teşkilatı'da şu deniz kanunu hakkında. Ahırda şu 93. yılga kelgen çağda 60 neçe devlet bunu imza kılgan ekan, 94. yılda bunu icra kılışga başlaydı. Bir yerde hem de şu aralның iniqlaş, qandaq nimeler aral buludu. Misalga bu mercan taşlardan teşkil kılgan bazı arallar var. Bularını aral deb hesap kılmaymiz deydiler. Xitayma misalga muşundaq arallarını topuğunu ekilip yoki taşlarını ekilip bunu aralga aylandırıp üzünün kılıp algan. Çünkü ben degandek mercan taşlarından teşkil tapkan o arallar bir devletninki zeminine kirmaydi. Ama taştan teşkil kılgan arallar bir devletinin zeminine kirdi. Şunu Xitayma aşındaq arallarını özününki kırılış için taşlarını ekilip u yerda nimalarni yo'llarni yasab, arıplarninki yo'llarni yasab degandek qildi. Bundan başka şu denizninki kıyısından 12 mil, yani İngiliz bu mesafesi 12 mil kenglikteki yerler o devletke teve bulundu. Eğer de iki taraf belki yakın bulup gelse, misalga Tayvan bilan Xitoyning arasini yakın bulup gelse, o denizninki o'ttirdan bölüveriş. Misalga bu Türkiye bilan Gretsiyanınki arasındaki bu denizlerdimi şunda, o'ttirda bölüveriş degandek. Bundan başka 200 mil kenglikteki iktisadi maxsus rayonları var. Yani bu rayon xalqaro parxutlarni o'talaydi bu yerda, ama şu devletke haber beriş to'g'ri keldi. Ama Xitoy misalga 200 milning aslında bu iktisadi maxsus rayonlarni o'zininki rayonidek ko'rib olganda, buna o'xshash ba'zi narsalarni o'ttirib qo'yilgandan keyin mesele chiqishga boshladi. Çünkü Xitoy şu Janubiy Xitoy dengizi bo'lsin ve bu Vietnam bilan yaqin bo'lgan yerda Xitoylar Shisha degan Parasal degan rayonlardami şu Xitoyninki sizib olgan chegara siziqlar abaqiman degan qonunga xilof endi. Bu sebepten bazı rayon devletler şu nimaga Birleşken Devletler Teşkilatı'na arz qilib o toprakka sahip çıkışga tirishdi. Çünkü ben degandek 94'te icraatga başlangan bu xalqaro deniz qonununda shundaqla vaqtincha mahkamani qurgan. Yani bu mahkamaga murojaat qilib bo'ldi. Bu murojaat qilish bilan u yerdan chiqqan qarorni devletler icra qilish lozim, ama Xitoyninki hozirgacha buni icra qilgani yo'q bo'libmi şu Filipin bilan bo'lgan 2016'da bir davası vardı, bunu Xitoy qabul qilmadi. Shuningga bunda bir paytda hamda Amerikadami mushu qonunga Amerika qaytilsa, imzo qilsa,
bu haqqı buludu, Xitayni tanqid qilgan, Xitayga besim ishlatadigan degachga Amerikada bunda bir teklifler sunulmadı, kabul qilishning ihtimal var. Eğer de Amerika qitilib qalsa, bu vaqtda rayon davlatlari bilan Xitoyga besim ishlatgan bo'ladi bu vaqtda. Mana bunisiga dal shu paytda shu vaqtlarda bu Xitoy bilan Filippin o'rtasida bir to'qinish yuz berdi. Siz degani 2016-yilda Filippin bu Birleşmiş Milletler munosabatli organlar a'zo vaqtida Filippinning foydasiga bor qaror chiqqanlik degan bo'ldingiz. Ammo bu da'voninki tarixi 2013-yil. Bu Xitoyninki o'ziniki mana dengiz chegarasini o'zi xalqaro qonunda bekitilgan bo'yicha emas, o'zi xohlagan shaklda, o'zi manfaatiga bo'ysunadigan shaklda sizib olganligi uchun shu o'ktamlikdan kelib chiqqan masalaga qarata Filippin 2013-yili munosabatli xalqaro qonun sud mahkamasi a'zo qilib 2016-yili Xitoyning ziyoniga Filippinning foydasiga qaror chiqilgan. Ammo Xitoy yana o'ktamlik qilib bu qaror aynan bizga nisbatan bir tashkil etilgan qog'ozdan boshqa hech qanday qimmatidek bir qimmati bor deb bir ko'zga ilmaslik pozitsiyasi bildirgan edi. Bunga o'xshash Xitoyninki albatta bu boshqa sohalardagi shunday qonunni ko'zga ilmaslik bir pozitsiyani ko'ramiz. Bo'pmi dengiz munosabatli bu masalalarda Xitoyning o'zbeshimchilik qilayotganligini taxmin shohid bo'lyapmiz. Hozir biz degan bu qonun agar rasmiy ijro qilinib qolgan taqdirda siz degandek Xitoy har tarafdan bu besimlar kelishi mumkin. Hatto bu mezgilda bu Xitoy bilan Filippin o'rtasida yuzlagan to'qinishga nisbatan Yaponiya, Filippin, Amerikadagi bu mudofaa ministrligi cho'ng bu yuqori darajali amaldorlar o'zaro ko'rishib Xitoyning bu o'ktamga qarshi nima ish qila olamiz degan masala ustida kengashgan bo'ldi. Agar qonun chiqib qolgan taqdirda Amerikaning bu Janubiy Xitoy dengizi atrofidagi davlatlar bilan hamkorlashib Xitoyga qonun jihatdan emas, boshqa jihatdan besim qila oladigan bir kuchga ega bo'la olamdi yo'q? Bu kanunlarning icra qilishida qarshi tarafdagi larni kuchli bo'lishi lozim, ya'ni Xitoyga qarshi. Bunu Amerika bu qonunga kirmagachga Xitoymi deydi, sen bu qonunninki bir imzo qilgan bir davlat emas, sen bununla besim ishlatameysen deb kelyapti. Agar da Amerika buni qabul qilib shu qonunni ijro qilamiz deb qopsa, siz degandek Japonya, Janubiy Koreya, Filippin, Avstraliya degandek davlatlar birlikda bu Xitoyga besim ishlatgan vaqtida Xitoyninki işimi biraz qiyin bo'ladi. Hal bo'ladi diyemeyim ama Xitoyga xeli jiqtirib besim bo'laolmaydi. Xitoy 1947-yilda şu dengiz sahasini sizimizde başta 11 sızık, keyin 9 sızıkka düştü. Bu sızıklarni qarasanlar, şu Janubiy Xitoy dengiz tarafidagi davlatlarni desak, hammasininki uyning oldiga sizyapti-da. Bu bo'lsa ABQ degan xalqaro dengiz qonuniga xilof ahvol bor. Çünkü sen yalnızla 12 mil kenglikteki bir dengizni üzerindeki deniz sahası, deniz toprağı da işte kabul kılamayız. İyi hukukun üvedi buldu ama 12 milden kinkini diyemeysin. Evet degende Xitaylar bazı arallarga, yani bu Janubiy Xitoy dengizi tarafta Spratly Xitaylar Nansha-Chunda deydi. Spratly arallarınki bazı arallarını evet degende taşlarını ekilip u yerga nimalarni silib, yo'llarni bularni silib, xuddi 12 mil ularning Xitoyninki qiyisindan o'tib, araldan aralga 12 milni ko'paytib, xalqninki uyining oldiga sizib olgan. Hamda buni Filippin qabul qilmaydi. Shundaqla Indoneziya, Malayziya, Brunei, Tayvan, Vietnam degan nurg'un davlatlarninki dengiz manfaatiga tajovuz qilgan bo'ladi. Çünkü ularda 12 mil yo'q degan gap. Agarda Amerika bununla qaytilib
Xitoyga bisim ishlatgan taqdirda Xitoy yengidan o'ylashga to'g'ri keldi. Mushu yilninki 9 aydan keyin Xitoy bir yangi bir xaritasini o'tirib qo'ydi, ya'ni e'lon qildi, tunutdi. Bu xaritada yana shu 9 siziqni qabul qilganda biz shunga ega edik. Bu bizning eglik huquqimizdir. Hatto shu Rusiyaga tava bo'lgan kichik bir yanima o'zininki xaritaga sizib olgan. Bu Hindiston bilan mana ahvollar bor, Vyetnam bilan mana ahvollar bor. Taxminki to'g'rini sizilish. Chunki sizib olgandan keyin bu meniki deydi. Xalqlar e'tiroz qilgandan keyin sen jidal chiqaryapsan deb xalqni ayiblash tirishyapti deydi. Ya'ni bu qonunni Xitoylar qabul qilgan, imzomi qilgan. Hatto 95-yilda, ya'ni bu dengiz qonunini qabul qilinib 1 yildan keyin mushu rayon davlatlar bilan kelishib, mushu masalani tinchlik yo'li bilan, muzokara yo'li bilan, dialog yo'li bilan hal qilaylik. Hatto Deng Xiaopingmi mushu eglik huquq bizda bo'lsin, ammo o'rtak ishlaylik deb taklif qilgan. Ama Xi Jinping'den keyin bunda ahvollar asosan tugadi desak bo'ldi. Hatto mushu burun Xitoyniki tashqi ishlar ministri Yang Jiechi mushu Vyetnamdagi bir yig'inda mushu rayondagi davlatlarga mana bir gapni degan. Sizlar kichik davlat, biz cho'ng davlat. Kichik davlat deganning cho'ng davlatning gibiga kirdi deb ashunda zo'ravonlik gaplarni ishlatib bo'za qilganda. Şununla bu rayondaki devletler, mesela ASEAN cemiyeti, bunlar birlikte Xitoy bilan mush meselelerini müzakere kılaydıysa, Xitoy bu ayrı kelinglar, birden kelinglar, birden müzakere kılımız deb. Birden kelsa 20 yıl bo'lib ketdi, o'g'ni yo'q. Opcha kelsa uni qabul qilmagan. Ya'ni Xitoyningki bu yerda bir zo'ravonlik bir nima var, pozitsiyasi var. Bununla karşı hem de rayon devletler tabii şu Amerika'nınki şu kanunu kabul kılıp şu özlerinki menfaatini qo'llab berishini xohlaydi. Filipinma burun şu Amerika soğuk urush vaqtlarida Filipinda nurg'un Amerika'nınki bazıları var. 91'den keyin asoslar chiqib ketdi. Filipinma o'z oldiga biz mustaqil bo'ldik ham dedi. Bundan keyin yaxshi o'tishni xohlaymiz. Bo'libmi Xitoy biladi. Hozirgi Filipinninki reisi Marcos'tan evvel Duterte degan bir adam vardı. Bu shu Xitoy bilan yaqinlashsa, mushu dengiz meseleler, aral meseleler belki hal bo'lib deb sinab baktı. Ama bo'lmadi. Hamda Marcos hakimiyeti Xitoy bilan taqabul turibdi. Amerika'nı, hatta Avrupa devletlerini, Avustralya'nı, Japonya'nı, Amerika'nı davet kılıvatıdı. Mushu deniz etrafında birlikte çağrılasak degenlerini teklif kılıvatıdı ve emelleşinki kademler bisim oldu. Bunda bir ahval Xitoyga bir bisim oldu. Xitoy hazır yalğızla bu Janubiy Xitoy dengizi deymiz, Vyetnam bilan arasında bo'lgan dengiz emas. Şu Japonya'nınki bu Senkaku degan arallarını meniki dağıtıdı. Janubiy Kore bilan bo'lgan bir küçük bir aral var, onunla tanışmadı. Hem de bu derslik kitaplarda dikkat qilgan bo'lsak, şu Ruslar bizningki 1,5 milyon kilometre karelik bir yerni tatib olgan deganni bek jaqalaydi. Jaqalashning sababi yani biz qabul qilmaymiz degan gap. Şununla bu Xitoyningki tarixiy manbalarga tayangan bu rayonlar meniki degan bundaq gap so'zlari deyilgan 2016'da xalqaro qonunda, xalqaro sudda Filipinninki foydasiga chiqqan qonunni Xitoy uni hisob qilmayapti. Hem de bu mahkemede mundaq dedi. Yani Xitoyningki manba qilgan o tarixiy ma'lumotlar
bu bugünkü xalqaro qonunlarga tushmaydi deydi. Demakchi, tarixdagi bir manbani chiqib bugünkü xalqaro qonunlarga aralashtirib buni o'zingning haqqini chiqaramaysa degan gap. Agarda tarix narsalar agarda ishga yargan bo'lsa, u vaqtida hamda shu Amerika, hozirgi Anglo-Sakson Amerikama, hozirgi Amerika qit'adan chiqishi lozim hamda. Onunla o'xshash Yevropada shundaq, Osiyada shundaq nurg'un davlatlar chiqishga to'g'ri keldi. Bu bo'lmaydi. Bu xalqaro qonun buningga ruxsat bermaydi. Ammo Xitoyning birdan-bir tayangan ma'lumoti shu tarixiy manbalar. O tarixiy manbalarninki qanchalik to'g'ri, qanchalik xato, o'mi bir talash tortish masalasi. Ma'lum, bütün müşriler nisbeten eğer Amerika'da bu kanun ma'qullashib, onun Janubiy Xitoy dengizdagi ve etrafdagi devletler ittifaqlashib, Xitoy bisim qilgan taqdirda Xitoy qaysi vositalar bilan bu davlatlarga, bu ittifaqqa taqabul tura olishi mumkin? Amerikaga hamda taqabul turishga tirishadi deb o'ylayman, ammo bu rayondagi davlatlarni yeniga tortish, ularga manfaat berish, masalan, iqtisodiy vositani ishiltish. Hamda bu Xitoyning iqtisodimi burunqidek emas, hamda qanchalik ishiltilaydi bu vositani. Shunday qilib Filippinlarninki taklif qilgan andaq bir birlik var bu. O birlikni buzishga tirishadi. Bundan boshqa shu bu yilmi 11 ayda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi'ninki bir mushaqda bir so'zlagan bir so'zi var. Bu sözde hamda deydi 4 maddelik bir teklifni berdi. Yani biz meselelerini şu diyalog yoluyla uğraşılarını hal kılaylı, müzakere yoluyla ziddiyetini hal kılaylı, bularını hal kılış için bir tüzüm yasap çıkaylı ve rayondaki xavfsizlik meselelerde birlikte hemkarlık kılaylı, sağlam bir bu bir tüzümle yasap çıkıp ve mengülük deniz xavfsizliğine qo'dayli deydi. Misalga bu gaplarni bu rayon devletleriga desa, bu rayon devletler deydi de biz şu 90-yildan itibaren Xitoy bilan shu meselani so'zlashib kelyapmiz. Ama hiç hal bo'lgan bir ahvol yo'q. O'xshash gapni yana 20-30 yildan keyin yana tekrar yapıladı. Demek ki Xitoy bu meselede biraz ciddiyetsiz, yani bizni aldap saldap kılvadı degan bir düşünceni paydo qildi. Ama hozirgi bu rayon devletleri Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy tijoriy munosabat mo'yin bo'lg'achqa Xitoyga tehi chin taqabul chiqamayotdi. Şununla bu Amerika petilip, Amerika'ma haberki degandek rayonda çarlaşlarını güçlendirse, Xitoyning ki mening dengizim degan yerlerde mi paraxodlarning ki ko'plab o'tishi Xitoy bilan Amerika'nın arasında bir jiriklikni yaratadi ve bu jiriklik belki bir xil urush o nima jangdek bir urush emas, hem de küçük şekilde bir uruşlama buluş mümkün. Misalga Filippin'ninki kemilerge Xitoy kemileri bu urup sağgan bolsa, misalga Xitoyning su zembrek deydi, o su topuyla Filippin'ninki kemilerini urup veyran kılındı. Misal bunda vaqtida Amerika çıkıp Filippinni qo'llab ve Amerika'nın kemileri ve şundaklar degan devletlerin kemileri birlikte gelip Xitoyni bir yerde qo'g'ilgan bo'lsa, yani küçük bir rayonda kemilerinin arasında bir jang chiqishining ihtimoli bor. Bu xil jangninki kengayib ketishini Xitoymi bek xohlamaydi, Amerikami bek xohlamaydi. Agar da shunday cho'ng jang bo'lib kelsa, bu vaqtda Janubiy Xitoy dengizidagi bu kriz Tayvandanmi texmi nozik bo'ladi. Yani bu Asya Tinch okeanida birinchi bo'lib balki shu Janubiy Xitoy dengizida Amerika'nın qo'llagan devletler ve Xitoyning arasında bir jidal chiqishining ihtimoli bor.
Bu ihtimalni Xitoy qanday hal qila oladi, Amerika qanday hal qiladi? Belki ularninkimi bir planları vardı hem de biz bilmemiz. O vaqtida agar boshlab qolsa, biz agar deyapmiz, boshlab qolsa u vaqtida undan keyin ko'ralaymiz. Bütün bunlar mesela bu Xitoyning bizning Sharq Turkistonga yapgan siyasetler olsun. Yak O'rta Osiyodagi siyasetler olsun ve bu Janubiy Xitoy dengizidagi shuni davlatlarga bo'lgan hozirgi zo'ravonlik pozitsiyalar bo'lsin. Hammasini Xitoyning bir xil jahongirlik ideyasi bilan harakat qilayotganligidan iborat mush xulosa kelsak bo'ladimi, bo'lmaydi? To'g'ri, ya'ni bu Xitoyning Sharq Turkiston zemini, Xitoyning zemini va hatto tarixdan beri deydi, qadimgi zaman. Bu qadim deganni misolga tarixchilikda onunki yilini deb berish lozim. Unda qadimiy deb qo'yib cho'chak anlatgandek bo'lmaydi. Umi yo'q. Ondan keyin topamagan kim voy Jangchen shu Sharq Turkistondan o'tgan o kundan bugungacha Xitoyninki xaritaga kirgan deydi. Unda ma emas. Jangchen ikki qatim yo'lga chiqib ishni hal qilmay qaytib kelgan u. Ve Sharq Turkistonning bisilishimi shu milatdan avvalgi 60 ve milatdan 1-asrga kelgan chaqdama Sharq Turkistondan chiqishga majbur. Ondan keyin bu Sharqiy Han sulalasi qurilganda Sharq Turkistonni 3 qatim ishg'ol qilib, 3 qatim Sharq Turkistonliklar, ya'ni tarixdagi Sharq Turkistonliklar ularni qo'llab chiqargan. Tang sulalasiında bir mezgil tu'di. 661'den 751'gacha Talas urushigacha Sharq Turkistonni ishg'ol qildi. Ama ishg'ol qilish bosqichi bu 639 yıllarda başlaydı. Ve chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin Sharq Turkistonni tekrar bisilishi bu Manchur imperiyasi 1757-59'larda bo'ldi. Vay ondan evvel mi bunda boğan deydi. Sharq Turkiston'danki o Sharq tarafınki azraq bir yerlerine. Yani bütün Sharq Turkiston bastığını. Eğer tarih cetten bilsek, hazırkı men degen tarihinin hakiki tarafı. Ama Xitoy hemminimini hüşürüp, Jangchen'den itibaren keldiği deydi. Bu hazır siz degendek o kengaymichilik ideyasında boğan bir imperialik düşüncesidir. O düşünce hem deniz sahasında hem kuru sahasında mı bunu işletiyordu. Aslında Manchuriya Xitoyning emas. Bu 1934-45'te bir Manchur devleti kurulgan. Bu devletni mayli Japonya qo'llagan bo'lsa, ama bu kurulgan Zhonghua Mingo degan devletninki zemini emas. Moğoliston mı şunda, Sharq Turkiston mı şunda, Tibet mi şunda? Tarihte bir kanç ketim isvagan bile o sen bir tecavüzçüsün. O isvasan da seninki toprağın bulmaydı o vakit. Ve bu rayondaki halkını seni halımaydı, istemeydi. Bunda bir peyde sen yanı kopup menimki zeminim her yer menimki desen o vakti da hem halkra kanunu düşüngende hem de adalet bulmaydı. Yani bir rayondaki halk seni istemese bu sen bunu zoramanlık bile, güç bile, yamanlıkla bile, asimilasya bile, kırgınçılık bile başkuramaysa yani. Bugün belki şunda bulundu, tarihte mi Hollanda kılıvetkende, kinki tarihlerde mi Hollanda kılındı. Yani Xitoyning. Bunun Xitoy vaziri xalqaro qonunni tanımaydigan, qonun chiqsa mı onu icra qilmaydigan, buni evvelsiz degandek bir qog'oz, tarixiy bir qog'oz deb ko'ryapti. Yani qonunga bo'ysunganligini ko'rsatadi. Bu 1984'te İngiliz bilan Xitoyning arasında Hong Kong'dan Xitoyga berilishi haqida bir kelishim var. Bu kelishimda nurg'un maddeler var. Ve bunu Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından tizimlab, şu kelishimni xalqaro kelishimga aylantirgan. Xitoy shuni bir tarixiy bir varaq qog'ozga qo'yib, Hong Kongni shu kelishimda yozilgan maddelar hammasiga xilof qilib, Hong Kongni hozir Xitoyning ishgirligi bir
rayonga aylandırdı. Hong Kong Asya'nınki finans merkezi, yani pul muamele merkezi, ticari merkezi, dünyaya içilgan deriz, darvaz degan bu alayliklarni hozir hammasini uyushtiryapti. Ve bulunma Hong Kong'daki kanuni tüzümü buzulub ketdi. Tügeçti yani. Yani Xitayning bağan yerde bir zo'ravonlik qilyotidi. Xalqaro tarafdan, ko'p davlat tarafdan qabul qilgan bu qimmat qarashlarga hammasiga qarshi chiqyotidi. Yani Xi Jinpingning hokimiyati tarixdagi Xitoy davrida yashayotidi. Аңма bu. Hazırki 21. asırdaki anlamaz. Şu tarihteki bu emperyalik düşünce, müstemlike düşünce, hakni asimile kılıp yok düşününki düşüncesiyle yaşamadı. Bu da Rusya'nın Putin'le 19. asırda yaşavatkandık. Yani bu 21. asırda bunda devam kılmaydı. Şununla Xitay'nın ki bununki bu deniz meselesinde biraz qiynalgandek turdu. Burun Amerika bu deniz kanununa kirmegechke Xitoy jiq foydalandı. Bundan keyin qanday bo'ladi, yani ko'rimiz. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda Amerika tarafidan o'tirib qo'yilgan xalqaro dengiz qonuniga munosabat taqiqlaysinki, oxir ko'rinishi sababi shundoqla Xitoy ko'rsatadigan ta'siri ustida analiz qilishtirishdik. Erkim siz ko'p rahmat. Ben rahmet ediyorum.